Ozodbekning operatsiyasiga 100 ming somon pul kerak. Ya'niki hozir bizda jiyilgan pulimiz 35 ming somon jiyilgan. Yana 65 ming somon pul kerak. Qadr baland o'rnashlar, Nabijon Nurmatov kanaliga xush kelibsiz. Ya'niki bugun men Dushanbeda Ozodbekning oldidaman. Buni ko'ryapsizlar. Bu ikkinchi videomiz. Ozodbek ukamiz vaziyat juda jiddiy. Sizning bir somoningiz shuning hayotini saqlab qolishi mumkin. Inshaalloh sababchi bo'lib qolaylik. Sizning bir so'mingiz shuning hayotini saqlab qolishi mumkin va hozirgi paytda juda jiddiy vaziyat. Buni qonni filtrlab, mana kateter suvni oladi ekan. Maqsad suvni ichish mumkin emas. Ikki buragi qurib boryapti. Enasi donor bo'lishga tayyor. Kechagi videomizda, ikkinchi qo'ygan videomizda 35 ming somon pul tushibdi inshaalloh. Hozirgi Xumoga. Xumoda endi hozir nima karta qo'ysak inshaalloh nasib qilsa taylaysizlar. Hozir akasining kartasini qo'yishi mumkin, yoki o'zining yana Xumosini qaytarib qo'yishi mumkin. Chunki ofisga baribir ochiramiz. Yana bir video qilib qo'llab-quvvatlab yursangizlar, iltimos, bir so'm pulingiz taylaganingiz kam bo'lsa, taylamaгаningiz ondan ham kam bo'lishi mumkin. Ozodbek ukani saqlab qolaylik birgalikda. Yavan Boshqaynardan bee'tibor bo'lmangizlar. Assalomu alaykum akalar. Iltimos yordam beringizlar. Menga yuragim qurib boryapti ekan, shu akalardan yordam so'rayapman. Iltimos yordam beringizlar. Assalomu alaykum vatandoshlar. Iltimos sizlardan yordam beringizlar. Bir so'm bo'lsa ham shu o'g'limning hayotini saqlab qolayin. Avvalo Xudojon bolamning dardiga o'zi shifosini bersin. Bolamga o'zim donor bo'lishga tayyor bo'lib turibman. Bir so'mma, ikki so'mma iltimos sizlardan. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Birlaringiz ming bo'lsin Xudojon. Var yo'g'im meni shu bir bolam Xudojondan shifo so'rab, keyin sizlardan so'rayapman. Avvalo Xudo. Ana hozirgi vaziyatga kelsak, bansang ichida olirg'ali ruxsat bermaydi. Biz hozir tashqaridan da ko'ryapsizlar. Hozir Istiqlol bansi Dushanba. Qo'llaringizdan kelsa shu videoni iltimos qilib, podelish qilib, tarqatib bir sababchi bo'lib qolaylik birgalikda. Mana bugun nasib qilsa 23-mart kuni, O'razaning 23-kuni shuni birgalikda qo'llab-quvvatlab beraylik. Sababchi bo'lib qolaylik. Yamanning ham odamlari iltimos sizlardan ham qarab turmangizlar. Shu hamqishloqlaringizga tanigan blogerlar safchilikga qo'yib videoni tarqatib qo'yinglar. TikTok, WhatsApp gruppalarga shu insonni ko'rib, shu ukamiz 16 yoshda yashashga umidi borki, biz sababchi bo'lib qolaylik birgalikda. Buni men ham harakatdaman, inshaalloh enasi donor bo'lishga tayyor, jonini berishga tayyor. Biz nima bir oddiy sababchi, ertangi kun sizning yaxshiligingiz qolar. Shuning uchun birgalikda bir yaxshilik qilaylik insonga, biz sababchi bo'lib qolaylik. Ozodbek inshaalloh sana kuch-quvvatni bersin. Tuzalib ketasang inshaalloh. Avvaliga Alloh bu yerda kuch-quvvatni bersa, sababchi biz bo'lib qolamiz, sababchi odamlar